Assalamualaikum qarindoshlar. Men usta qarasam ozroq vaqt bor ekan, yana bir tal videoni ishlay dedim. Chunki bu ko'p qarindoshlar bizning Samsung telefon ishlatadi. Shu ko'proq bu Samsung telefon bilan oldingi Huawei'ning o'xshashi bo'lsa-mu Android. Ozroq farqi bo'lganligi uchun qarindoshlar oson bo'lishi uchun qaytadan Samsungni qildim. Aslida bu simmi kerak emasdi. Men bunda oz deganda 50% tok bo'lishi kerak telefonda. Yutish uchun şu bunda 42% tok bor ekan. Shu men buni bunda qo'shimcha batareya qo'shib qo'ydim. Yani buni sim kerakmiki, bu kerakmi deb o'ylab qolmanglar. Bularsa kerak emas ekan. 50% dan yuqori tok bo'lgan bo'lsa. Bunda mana o'xshashlar maxfiy nomer bor. Unutib qoldik deylik, mana xato qildik. Telefon taqilib qoldi. Bu o'chmaydi. Buni o'chasakmi? Buni o'chiray desakmi, maxfiy nomerni yozib turadi. Bizda maxfiy nomer yo'q. Buning uchun buni o'chirish usuli o'chiradigan knopka, ovozni tuvan qiladigan knopka va uyga qaytish knopkasi. Olmay botdan. Uchini tang bosamiz. Uchini tang bosib saqlaymiz. Telefon qayta qo'zg'aldi. Mana. Faqat buni men o'chirish uchun qildim. Agar telefon o'chib qolsa, buni qilmaydi. Buni volume down ovozni tuvan qilish knopkasini bir bosib, buni qaytarib o'tamiz. Qaytadan uni keyin yana o'chirib yonadigan knopka, ovozni yuqoriltiradigan uy knopkasi. Bu uchini bosib turamiz. Shu vaqtida biz juydigan holatga keladi. Hozir men buni birinchi qiladigan ishimiz bu tekstni yo'q qilish uchun kameraga qiroq. Buni yo'qotish uchun ovozni tuvan qiladigan knopkani bir bosamiz. Qaytib ketadi. Keyin darhallam u ovozni yuqoriltiradigan, o'chirib yondiradigan uy knopkasini tang bosamiz. Tang bosib saqlab turamiz. Bu holatga keldi. Android chiqdi. Ana bu telefon hozir hamma narsa Androidning ichiga kirdik. Bu yerdan Androidning ichidan telefonning hammasini zavod oldiga qaytarib o'tamiz. Hozir bu yerga menyu chiqdi. Shu yerdan tanlaymiz. Bunda xatolik ko'rildi. Buni qaytadan yana bosamiz. Mana o'chirib yonadigan knopka, ovozni yuqoriltiradigan uy knopkasi. Qaytadan yana bosamiz. Xatolik ko'rilsa qaytadan bosamiz. Telefon yana o'chib qaytadan qo'zg'aldi. Endi to'g'ri keldi buni. Birinchisi qayta qo'zg'atamsa deydi. Ikkinchisi bu emas, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi. Factory reset. Biz buni tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin bu ovozni tuvan qiladigan bilan tuvan tushiramiz. Ondan keyin power off, yani o'chirib yondiradigan knopkani bir bosamiz, tanlandik. Keyin juyamsa yoqdaydi, buni tuvan tushiramiz. Yes degan xatga ekilamiz. Keyin yana o'chirib yondiradigan knopkani bir bosamiz. Bo'ldi. Telefon juyulyapti endi. Buning ichida hamma narsa juyilib ketadi. Agar biz buningga Google akkauntimiz bilan telefonni qayta qo'zg'atamsa deydi, yana shu ikki knopkani ishlatamiz. OK'ni o'rniga o'chirib yondiradigan knopka. Agar biz Google hisobimiz bilan kirgan bo'lsak, hamma narsa buning ichida saqlanib qoldi. Google hisobimizningki avtomatik ambarlash olti bor. Shuni ichib qo'ygan bo'lsak, hamma narsa saqlangan bo'ldi. Biz qaytadan o'zimizning Google hisobi bilan kirib, hamma narsa qaytib keldi. Hech narsamiz juyilmaydi. Agar Google hisobimizningki avtomatik ambarlash holatda emas bo'lsa, va o'chik bo'lsa, hech narsamiz saqlanmagan bo'ldi. Uni o'zimiz qilmagan bo'lsak, hamma narsa juyilib ketadi, telefon yangi holatga keladi. Men buning hech qanday Google hisobi qo'ymag'achqa, faqat ekran maxfiy nomer botdi. Shuni jo'natdim. Agar qarindoshlarning o'zining Google hisobi bo'lsa, eng oxirida Wi-Fi qo'shgandan keyin Google hisobini so'raydi. Shu telefonga ishlatgan Google hisob, u Google hisobini o'zining ilxat bilan va maxfiy nomerini yozib kirsa bo'ldi. Bo'lmasa telefon yana shu ekran menyu chiqmay turib oldi. Chunki shu hozir yangi Android 6 dan keyin, 6-nashrdan keyin Google buni bexatar qilib, har qanday odam o'zining mailini ishlatgan ilxat va Google hisobini cho'qim bilish kerak. Agar maxfiy nomerni unutib qolgan bo'lsa-mu, yangi maxfiy nomer deb o'zining mail bilan, ilxat bilan kirib ochmasa, u Google'da juyilib ketmaydi hisobi. Bu Android 6 dan burun ham juyilib ketadi. Google hisoblarimiz juyilib ketadi. Android 6 dan keyin Google hisob hech qanday narsa juyilmaydi. Ama ichidagi hamma narsa juyilib ketadi telefondagi.
Mana bu telefon hozir ozroq kutib turamiz. Hamma narsa juyulyotidi. Xuddi oldingi qatimdek hozir til tanlaydigan chiqadi. Shu tilni tanlab telefonimizni normal holatga keltiramiz. Telefon zavoddan chiqqan holatga qaytadi. Bunda hech qanday kod, shifr, maxfiy nomer qolmadi. Samsung telefonning asosi ko'p shundoq o'xshash. Bu bir Samsung S7 modeli, biraz eskiroq. S8, S9'larga asos jihatdan o'xshaydi. Agar qarindoshlarimizning unutib qolgan maxfiy nomer mustaq narsa bo'lsa, remote-xonga qolmasdan uyda o'zlari bag'ishni tavsiya qilaman. Bu bakmi tavsiya emas. Agar bilmasanglar, mendan masala so'rasanglar, ayrimxonaga yozib, xohlagan vaqtida men sizlarga qo'limdagicha javob qaytarib yordam beraman inshaalloh. Buni ozroq kutamiz, balkim bir yarim soat, yarim minut kutishimiz mumkin. Asos jihatdan bitib qoldi. Samsungning ichidagi narsa juyulyotidi.